Tug'ilgan kuningiz bilan Husan aka. Mayli-yu, men Hasanmanda, kelin. Yo'q, uzr. Mayli, xijolat bo'lmang. Bugun meni ham tug'ilgan kunim-u. To'xtang, siz sasvosmi? A? Anta shuncha kiyimingizni chiroyli qilib yuvib qo'yganman. O'shalarni kiysangiz bo'lmaydimi bichimasdan? Ay, yo'q, men anu Uka shunaqa edi, o'zidan oldin qo'ltig'i gapirardi, sasib. qo'ltig'im nima deb gapirardi? Kenayi? Qizim uydamisan? Assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom. Qayniymi? A, Ani ukangizga ham shunaqa muomalani o'rgatsangiz bo'lar ekan. Kuyovimga. Aha. Basharangga qarab turaveradi, bezrayib, beparasatga o'xshab. Sen jim turgin. Ha, unda akamni kuyov qilmabsiz-da, oyijon? Nega aytmaysan, mol? Kuyov, o'g'lim Rossiyadan pul jo'natadiganida issiqda bankka ham borgim kelmayapti. O'y hal qilasizmi? Ha, bankka borish shart emas. Mana MigSend ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistondagi barcha bank kartalariga hamda naqd ko'rinishda pul yuborsa bo'ladi. Ha, xudo xola hozir MigSendda 15-noyabrgacha Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborib, aksiyadagi Damas va boshqa qimmatbaho sovg'alarni yutib olish mumkin. Ha. Hasanlar boshqachada. akajon indamagan sari ukangizja o'zgarib qolganlar, mendan nimalarnidir yashirib yuribdilar. Shunga telefonlarini bir tekshirmoqchi edim, sizning yuzingizga ochilsa kerak-a? Конечно, ochiladi-da. Meni telefonim bo'lgandan keyin.